Prezidentining 2022-yil 11-maydagi 2022-2026 yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi 134-sonli farmonning 1-ilovasi 23-bandida maktab o'quvchilarini professional ta'lim muassasalariga jalb etish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish chora-tadbirlari yuzasidan o'quvchilarda kasbga bo'lgan qiziqishni yanada oshirish maqsadida kasb va yoshlar ochiq muloqot oyligini tashkil etish belgilangan. Ushbu vazifalarni bajarish yuzasidan Qarshi shahri kasbiy ko'nikmalar markazida farmonda nazarda tutilgan kasb va yoshlar ochiq muloqot oyligi doirasida ochiq eshiklar kuni tashkil qilindi. Kasbiy ko'nikmalar markaziga xush kelibsizlar. Vazirlikni tegishli topshiriqlari, buyruqlari binoan qiziqadi, to'g'rimi? Kimdir mana qizlardan salonchilikka qiziqadi, kimdir neft-gaz sohasiga hozir